Ginekolog shifokoriga kelishga sharoitingiz yo'qmi? Demak, uyda uchun qandagi shamollashlarni, yallig'lanishlarni ketkazish uchun sizga juda ham zo'r tampon yasashni o'rgataman. Demak, bizga kerak bo'ladi paxta va bint kerak bo'ladi. Bintdan mana bunaqa tampon yasab olasizlar. Istoriyalarimda ko'rsatganman. Yasab olasizlar-da, ustiga lindaksin rastvorini olib, rastvor tayyor rastvorlarni olasizlar aptekadan. Ozgina solasizlar va shu yasab olgan tamponimizni qotirib olamiz. Qotirib olganimizdan keyin hosil bo'ladi. Buni ustida Vishnyevskiy, Levonikol va Clotrimazollarni ustiga qo'yib, kechasiga qo'yib qo'yasiz. Demak, mana shunchadan. Qo'yib turib, qinga qilib qo'yiladi va ertalab uchalaridan tortib olib tashlanadi. Shunda 10 kun shu protsedurani